Alaykum do'stlar, bilaman Darkin Uzbe biza bilan collab salomlashib qo'ying. Assalomu alaykum salom do'stlar, sizlar bilan men Darkin Uzbe deyolmayman chunki men YouTube kanalim yo'q endi. To'g'ri. Men YouTube kanalim banga kirib ketdi do'stlar. Do'stlar, ozgina lag bo'lib qoldi. Bo'g'otdi. Shunchaki hech nima qilmaydi. O'zi shunaqa bo'lishi kerak. Do'stlar, lekin qaranglar. Do'stlar, qaranglar. Yeta paraboy bilan bizning mashinalarimizga. Do'stlar, Buni ko'rsatishdan avval albatta like bilan obuna bosib qo'yinglar. Do'stlar, sizlarga videoni oxirida bitta narsani ko'rsatamiz. Ungacha sizlar like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, videoni oxirida nima ko'rsatamiz? Sizlar topib ko'ringlar, kommentariylarda. Qalay sizlarga Ferrari, BMW, mototsikl, Supra galovimizda xuddi shunaqa. Lekin do'stlar, bu tugamadi hali. Do'stlar, buni ko'rsatishimizdan avval like bilan obuna kerak va komment. To'g'ri gap. 1 2 3 ko'rsatamiz. Do'stlar, qaranglar, shuncha mashinalarimiz. Do'stlar, qaysi mashinada uchishimizni deb o'ylaymiz? Do'stlar, agar sizlar kanalga like bosib obuna qo'ygan bo'lsanglar, biz sizlarga shu mashinalardan bittasini berib yuboramiz. To'g'ri gap. To'ppa-to'g'ri. Do'stlar, mana shu mashinasidan bitta rangidan biz rozigrish qo'yamiz Telegramimizda, to'g'rimi? To'g'ri. Do'stlar, qaysi mashinada aylanishimizni Xudo biladi. To'g'ri. Mototsikllar ham, orqadagi Supralar ham beriladi. To'g'ri gap. Bularni konkursga qo'yganmiz. Mana shu hammasini Luboydan bittasidan tanlasanglar bo'ladi, 3 tadan. 3 ta. Mirimizga kirib, albatta buni minasizlar, albatta minib yuraverasizlar. Do'stlar, qaranglar. Qaysi birida uchamiz? Короче, sizni просто do'stlar, bizning versiya 26.23 shuni tortsanglar, biz agar o'ynayotgan bo'lsak, sizlar ham qo'shilsanglar bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Do'stlar, lekin do'stlar, sizlarga bitta reklama. Do'stlar, birinchidan yeta paraboyi 50 ta obunachi bo'lmasdan sizdan уже bank qilishdi. Nechta strayk berishdi? Strayk degani u ogohlantirish. Nechta berishdi? Bitta. 3 ta berish kerak-ku. Короче, yeta paraboy o'rtoq deb qo'yaman-da. O'rtoq qaysi mashinada uchamiz? Hozir qora birinchi. Конечно. Qora takkoyda o'g'il bolalarniki. Aha, Ferrari. Do'stlar, hozir ko'rasizlar bizning mashinada. Lekin do'stlar, yomon sizlarga aytib qo'yaman, mana shu modda. Do'stlar, 1 sekund qaytgacha keldi. Do'stlar, suvga tushib ketdi mashina. Yaxshi ham mana shu mashinada suv tegmasligi. Do'stlar, Bo'ldi, do'stlar, ko'ryapsizlar tezligini. Men bu yerda most qurishdi, anaqa jetilli. Yaxshi emas. Uncha normal emas. Yomon emas, normal, yaxshi emas. Do'stlar, mana shu asfalt qilish kerak qishloqqa, lekin qishloqlar qilishmayapti. Do'stlar, lekin biz merga kirayotganimizda bizga ana jetillar deyshot kiryamizdan keyin ozgina gaplashish uchun keldik-da mashinamda. Kim bunaqa deyshot? Yetta paraboy va Darkin. Siz yaxshiroq qishloq qura olasizlarmi? Biz zo'r qishloq qura olamiz deydi. Do'stlar, shu gap to'g'rimi yo noto'g'rimi? Do'stlar, sizlar bitta meramni ko'rmagansizlar-da. Shoninglar uchib ketdi-da. Tushib ketsam yana do'stlar, bizning yerimiz o'chib ketgandi, lekin biz qayerdandir topib oldik yerimizni. Yo'q, uni emas. 222 ta kun yashagandim deb. O'shanda do'stlar, ishoninglar, men Xerabrinni qurdim. Katta uyni qurdim. Men-da ishoninglar, shuncha narsalarni qildim, lekin sinimi o'chirib tashladi. Minecraftda. Shunchaki o'zini Angelasini o'tkazdi-da, Angela 2. Tom bor-ku, o'shani faqat qiz bola versiyasida. O'shanda
Mendan so'ramasdan ham o'zini telefoni bor edi. O'sha merimni shunaqa yig'lavdim. Charchab ketdi ya o'rtoq. Lekin do'stlar 5 minutli bo'ldi. Biza 9 minutdan keyin ko'rsatamiz bu narsani. 9 minut emas, 8 minut. 14-minutda 30-sekundda biz sizlarga ko'rsatamiz. Do'stlar. Anaqa. Nimada prekka, nimada o'rtoq qalashanga dekor o'zim qildim. Yaxshi. Mana men o'sha kecha kelib ko'rsatgandi menga qanaqadir o'tlar qo'yib tashlagan keyin g'alati chiqqandi. Men yo'q, bularni olib tasha deb normalniroq qilib deb aytganim yaxshi qilibdi. Do'stlar, lekin etinglar hamma Bu o'z ikkalamiz uyimiz. Do'stlar, lekin tomlarda hammalarda tomida anu pautinalar bo'ladi-yu. To'g'rimi gap? Do'stlar, hammalarda pautina. Endi dragon bilan vizirni o'ldirganmiz. Ko'rsatib qo'y, Dark Encyclopedia. O'rtoq deb qo'ysang bo'ladi. Do'stlar, suv tagida yutgandik. Vizirni suv tagida yutganmiz. Suv tagida bo'lmaydi-yu. Ha, akkancha biz naryoqda qilgandik vizir bilan jang. Bizning qilishimiz sababli u bittada o'ladi. To'xtaylik. Qani? O'nlikda. Naryoqda-yu. Ana. Do'stlar, mana shu yerda jang qildik kecha. To'g'ri gap. Shu yerda jang bo'ldi, yomon jang bo'ldi. Lekin ko'ryapsan, turbichi bo'lib qoldi derdi. Do'stlar, lekin qanaqa ideyalarni aytasizlar? Mana shu meronizga qo'yish. Nima quraylik, aytinglar, kommentar yozinglar. Biz albatta hammasini o'qib chiqib quramiz. Do'stlar, rozigrish ketyapti. Haligacha hammalarda rosa katta shans, lekin do'stlar, bitta xotin konkursga albatta qatnashib. Do'stlar, bitta yomon istoriya bo'ldi men bilan. Do'stlar, bitta konkurs qilgandim. Do'stlar, 50 ta obunachiga men o'zimni trekim chiqadi. Do'stlar, men trekim Almatada bo'ladi. To'g'rimi, Yetaparaboy? To'g'ri. Do'stlar, yana bitta o'sha situatsiyani aytaman hozir. Do'stlar, bitta oyijon menga Discorddan yozdi-da, shunchaki menga yozdi. Qaranglar. Assalomu alaykum. Siz konkurs qilganingizda meni o'g'limni olmadingiz. Do'st, lekin dedingiz, shunchaki 10 ta video siz haqida sen haqida video yozish kerak, keyin katta shans bo'ladi deydi-da menga. O'sha xotin katta. Mendan 100% katta. To'g'rimi, Yetaparaboy? To'g'ri. Keyin o'shanda do'stlar, men deyman unga, assalomu alaykum, nima bo'ldi deydi. Deyman, keyin mamnaqa deydi menga. Menda Discorddan nimada krujok tashlayapti-da menga. Menda o'g'li yig'lab o'tiribdi-da. Keyin nima bo'ldi deydi-da o'g'lidan. Keyin menga Ferrari berishmadi deb yig'lab o'tiribdi deydi. Keyin do'stlar, bu konkurs atigi bitta odam qatnashadi. Bizga unaqa jalba tashamanglar. Do'stlar, lekin hammalarda katta foiz dudim, lekin Telegramda yozuvdim. Lekin keyin do'stlar menga yozadi. Assalomu alaykum. Siz to'g'ri onasimisiz yoki shunchaki qaysidir obunachimisiz? Shunchaki meni allashingiz kerak desam deydi-da shunaqa. Do'stlar, keyin menda uni просто qaranglar-da, meni-da yana ugrajat qilyapti-da menga. Sen militsiyaga beraman bir balolar deb.
Lekin do'stlar, men prosta-da asamni jim turdim-da, keyin Discorddan sozvanitsa qildim-da, shunchaki aytdi. Meni arlab so'kib, meni oyimni jinni deb yana-da. Keyin ishoninglar, shunaqa nervlarim portladi, keyin shunaqa so'kib tashladim. Do'stlar, keyin uni eri olib, "Nima bo'ldi?" deydi. Keyin men uni blok qildim, bo'ldi. Do'stlar, sizlarga garantiya bera olmayman, lekin sizlar ham agar sizlar yutolmasanglar, bizda ayb yo'q. Qo'yinglar, qatnashib olgansizlar konkursga. to'g'ri gap. Do'stlar, videomiz ozgina qoldi. Ozgina lagat qotdi. Shunchaki ko'p mashinada. Modlar ham ko'payib ketgan bu o'yinda. 6 tacha. Do'stlar, lekin keyin buzilasanmi sen yo'qmi? Ne bo'ldi? Do'stlar, keyin qaranglar, 5 tacha rolik yozsanglar, sizlarda 10-20% mana shu Ferrari'ni yutish uchun. Shunda ko'proq video yozsanglar, kattaroq shanslar bo'ladi-ya, to'g'rimi? Yeta barobar. Biz konkursni qanday qilib topamiz, qanday qilib yutganliklarini bilishimiz uchun sizlar kanalga obuna bo'lib, like va kommentariyaga obuna like bo'ldim deb yozib qo'yinglar. Shuni biz bilib olamiz. To'g'ri-da, do'stlar. Do'stlar, endi biz Ender Dragonlar vizirni o'ldirganimizni ko'rsatamiz. Mana biz ikkinchi qavatga qo'yib qo'yganmiz. Mana tuxumchasi, mayak, stol zachirovaniyani qildim. Kubiki eng alhamdulillah qimmati mana shu kubik endi. Birinchi biza yugurish bo'yicha qatnashgandik, birinchi o'rinda oldik. To'g'ri-da, lekin do'stlar, hech kimga aytmanglar, men oddiy krossovkani o'rniga men bu krossovkani oldim. Hech kimga aytmanglar, lekin mana Infinity. O'zi buni hozirlar ko'rasizlar, effekti bor. Biz shu orqali yutib ketdik hammani. Faqat hech kimga aytmanglar do'stlar, lekin cheaterlikka kirmaydi. Do'stlar, shunchaki Argentinada Yigitda nechasini yutdi o'sha matchda. Lekin oyog'iga chalib, kayf qilib, lekin refda ko'zi ko'r. Lekin Ispaniya bilan mana 26-yil o'ynadi. Do'stlar, kursilar juda janjal bo'lib ketdi. Podkat tashuvurdi. Oxiri Ispaniya qizil oldi. Do'stlar, bu hozir shunga qaramay Ispaniya yutdi. Do'stlar, lekin yomon gol tiqdi. Ferran Torres yomon gol tiqdi oxirdami, qachon? Oxirida 105-daqiqada urib ketdi do'stlar. Bu chempionat merda do'stlar. Lekin ko'pchilik odamlar ketdi. Luka Modric, Cristiano, Messi, yana Neymar. Do'stlar, hozirgina endi ko'rsatamiz. Do'stlar, mana bizani anaqamiz, mana eng pastdagi Ghost Vision X-ray. Bu betdan yoqilgan, desak. Do'stlar, betda yo'q o'zi. Betga kirib o'tirmanglar. Betda yo'q. O shunaqa bo'lish kerak. Shunaqa edi, kecha ham qilgandik do'stlar. Biz buni kecha o'rnatgandik, lekin o'ynab ko'rmadik hali biz ham. Do'stlar, sizlar bilan o'tmoqchi edik. Do'stlar, hozir ko'rasizlar. Do'stlar, sizlarga ana videomiz bor-ku, sizlarga mod o'tkazayotganmiz. O'shani addon sizlarga o'tinglar, pastroqqa tushinglar, o'shda X-ray bo'ladi do'stlar. X-ray emas, o'zimizning mod. Uning ichidan u pastda orjalarning ichidan topasizlar. Do'stlar, biz o'zimiz qilgandik. Biz 11 yoshli bolalar bo'lsak ham, shunday zo'r modlarni topyapmiz. Do'stlar, modli sizlarga o'zimiz qildik. Bizga keyingi yil o'sha sim karta berishadi ota-onamiz. Keyin biz Telegram ochib tashlab qo'yamiz modlarni. Bemalol o'tkazib o'ynashinglar mumkin.
Do'stlar, lekin kim do'stlar, sizlarga yana bitta savjet beraman. Do'stlar, qaranglar. Biza mod Stop. qanday o'xshaganini do'stlar albatta tashlab qo'yamiz. Albatta keyingi yil tashlab qo'yamiz bu modlarni. Hammaga xayr. Hammaga xayr do'stlar. Bu video tugadi. Ko'rishguncha.